Qora jodu. Muallif Aziza Ismailova. Asta mehmonlar tarafga qaradi. Birov bilan birovning ishi yo'q. Gapga berilgan qandaydir olifta xonimlar, o'rtada chirpirak bo'lib aylanayotgan qizaloqlar, bo'zchining mokisidek tinim bilmayotgan ofitsiantlar, biri ketib biri kelayotgan va hammani davra to'riga raqsga tushish uchun chorlayotgan xonandalar. Ora-orada Ikrom u tomonga engashib, nimadir degandek bo'lar, Saida esa tushunmasa ham indamay bosh silkib qo'yib o'tiraverardi. Kelin uchun juda uzoq va zerikarli tuyulgan, mahalladoshlari uchun esa butun umr gapirib yurishga arzigulik bo'lgan ushbu to'y oqshomi va nihoyat o'z yakunini topdi. Mehmonlar bilan xayr-ma'zurdan so'ng kelin va kuyov o'tirgan mashina yana noma'lum yo'nalishda qayoqqadir mo'ljal olib yo'lga tushdi. Allaqancha vaqtdan so'ng ular o'tirgan ulov hashamatli uy oldida to'xtab, eshik ochilishi bilan xuddi suzgandek bo'lib ichkariga kirib ketdi. Bu vaqtinchalik uyimiz, keyin u yoqqa ketamiz, bilasiz-a? Kuyovning bu izohiga kelin ha degandek bosh silkib qo'ydi. Asta mashinadan tushdi. Ko'ylak etagiga o'ralib, kelin oldinga munkib, yiqilib ketishiga bir bahya qolgach, Ikrom uning qo'llaridan sekingina ushlab oldi. Zinalardan chiqib borisharkan, Saida Ikromga yovvoyisirab, sezdirmay qarab qo'yar, endi shu odamning xotini ekanligiga o'zi ham ishonolmayotgandek edi. Uy juda katta, ulug'vor ustullar, aylanma zinalar, go'yoki devorlari-yu shiftlarida yuzlab chiroqlar jimirlagan yop-yorug' bir saroy edi. Saida kuyov uni hali ham qo'lini qo'yib yubormaganiga ajablandi. "Xush kelibsizlar." Allaqanday to'lacha bir ayol ularga peshvoz chiqqach, kuyov shundagina uning qo'lini qo'yib yubordi. Zumda qaysidir xona ostonasiga poyandoz yozildi. "Qani bismilloh deb birgalashib kiringlar-chi, ilohim qo'shaquringlar, qo'sh farzandlar bersin." Poyandozni bosib ichkariga kirishgach, Saida ortilaridan eshikning yopilganini sezdi. Ular kirgan xona kattagina, muhtasham yumshoq o'rindiqlar qo'yilgan va chiroyli bezatilgan fayzli bir xona edi. Devorda esa qandaydir rassom chizgan, sochlarini tarab turgan qizning surati osig'liq turardi. Saida suratga unchalik ham tikilib qaramadi. Ichkari xonada esa chetiga tun chiroqlar mahkamlangan va gul barglari bilan bezatilgan yumaloq karavot joylashtirilgan. Eshik oralig'idan bu xonaning xobgoh ekanligini sezgan Saida xona o'rtasida nima qilishini bilmay biroz turib qoldi. Ikrom orqadan qizning hamma harakatlarini kuzatib turardi. Saida hayajon ichida sekin yurib deraza oldiga bordi. Uzoq-uzoqlarga miltirab borilayotgan chiroqlarga g'amgin tikilib qaradi. Keyin o'girilib, yana qarshisida turgan kuyovni ko'rarkan, birinchi marta unga dadilroq ko'z tashladi. Birovga aytsang hayratdan yoqa ushlaydigan darajada g'alati tasodiflar bilan hayotiga kirib kelgan bu odam o'rta bo'yli, quyuq qoshli, yoshi o'zidan sezilarli darajada katta bo'lgan, bashang kiyimlari uni badavlat insonligini sezdirib turadigan, o'ta jiddiy qiyofali bir odam ekan. Ikrom hozir o'ziga qarata qiz tomonidan qandaydir savol berilishini sezib turardi. Taxmin qilgani uni ko'p kuttirmadi. Nima uchun sizdek badavlat deyishga tili aylanmadi? Mendek oddiy qizni tanladi. Nimaga? Saidaning lablari pir-pir uchgancha arang shu savolni tiliga ko'chirdi. Ikrom esa bu gapga avval miyig'ida kuldi. Sabablari ko'p, deya savol berdi. Qaysi birini aytay? Saida ikkilanib qoldi. Keyin o'ylanib turib, eng to'g'risini, deya savol berdi. Ikrom uning yoniga yaqinlashib yurib kelarkan, o'rtadagi masofa atiga bir qadam qolganda to'xtadi. Eng birinchisi yoqtirib qolganim, ko'nglim chopgani. Saida xomligiga borib, anchadan beri xayolida aylangan savolni u yoq bu yog'ini tuzatmay, ochiqchasiga berdi qo'ydi. Ayollar qurib ketmagan-ku sizga. Ikrom bu safar o'ylanib qoldi. Qiz hali ancha g'o'r ekan, nimadardir alamzada yurganga ham o'xshaydi. Saidaxon, qachondir odam o'z tuyg'ularini tushuntirib berolmaydigan holatga tushadi.
ya'ni nimaga yaxshi ko'rishini aytib berolmaydi. Inson ana shu hissiyotlarni o'zida uyg'ota olgan odam bilan qolishi kerak. Shunda yaxshi bo'ladi. Saida Ikromning bu gaplarini mag'zini to'la anglamagan bo'lsa-da, og'ir xo'rsinib qo'ydi. Yuzini yana derazaga o'girgancha uzoq-uzoqlarga hissiz termilgancha turib qoldi. Ikrom esa hali munosabatlarini to'g'ri yo'lga qo'yish borasida qiladigan ishlari ko'p ekanligini xayoldan o'tkazarkan, kiyim almashtirish uchun yotoqxona biqinidagi garderobga sekingina kirib ketdi. Ikrom uxlash uchun yotganiga ancha bo'lgach, qiz ham sekin karavot chetiga kelib o'tirdi. Saidaning o'zi ham bugun juda charchagan, ko'zlari yumilib ketayotgani bois ovoz chiqarmay ohistalik bilan yostiqqa bosh qo'ydi. Saida miq etmay yotarkan, ortga o'girilishga ham botinolmasdi. Ikromning to'la uxlaganiga ishonch hosil qilganidan so'ng u tomonga qaradi. Dovuldek hayotiga shiddat bilan kirib kelgan insonning osti uxlashiga tikildi. Taqdir deganlari shu bo'lsa kerak. Alloh shu inson uchun meni yaratgan ekan-da. U 40 ga kiray deganda, men esa 18 yoshga to'lganimda. Bizni arzimas sabab bilan uchrashtirib, nikoh rishtasi bilan bir-birimizga ulab qo'yganini-chi. Keyin qizlik olamining bir paytlar xayollari egasi bo'lgan Azamatni o'yladi. Uni oxirgi marta velosipediga suyangan holda ko'rdi. Endi esa u xuddi shunday holatda xotirasiga muhrlanib qoldi. Azamat endi hayotimda oddiy bir sababga aylandi. Oddiy bir sabab. Endi u bir umr taqdirimda mana shu insonga meni haydab kelgan bir sababchi insondek bo'lib qolaveradi. Xudoyim, ishqilib xato qilmagan bo'lay-da, ishqilib adashmagan bo'lay. Ertalab uy yana keldi-ketdi bilan odamlarga to'ldi. Saidani kiyintirishib, salomga olib chiqishdi. Turfa liboslarni kiydi, ko'zni qamashtiradigan taqinchoqlarni taqdi. Marosim paytida u hammaga egilib salom qilayotgan mahalda keksroq bir kampirning yoniga ham olib borib salom qildirishdi. Tanishtirishlaricha, bu ayol Ikromning xolasi ekan. Kampir nimchasining cho'ntagidan qadimiyroq uzukni olib, Saidaning barmoqlariga taqarkan, davradagi hamma ko'ziga jiqqa yosh oldi. Tushdan keyin yig'ilgan odamlarning hammasi tarqaldi. Kelinchak yuqoridagi xonasining derazasidan bo'shab qolgan hovlini kuzatarkan, ko'cha darvozasining oldida qanaqadir semiz odam bilan suhbatlashib turgan Ikromni ko'rdi. Uning suhbatdoshini maroq bilan tinglashi, ba'zida bir nimanidir tushuntirgan bo'lib, kaftlarini ochiq harakatlantirishi Saida u haqida hali yo'q bo'lgan birinchi tasavvurlarni berardi. Ikromning yon-verida yurganlardan biri shu orada semiz odam mashinadan olib bergan kumush rang qaysni shoshilinch uyga olib chiqdi. Xayrlashishlar va Ikromning suhbatdoshini kuzatib bo'lgach, hovliga kirgani ko'rindi. Saidaning tepadan turib kuzatayotganini Ikrom allaqachon sezdi. Ichkariga kirishi bilan to'xtab, tepa derazadagi atlas ko'ylakli kelinchakka qarab, bir kulib qo'ydi. Hijolat tortgan qiz o'zini darrov derazadan panaga oldi. Saida xayolan Ikrom bilan yana Azamatni solishtirib ko'ra boshladi. Maktabdoshining o'sha bitmay chala qolgan uy panasida apil-tapil uni o'ziga tortganini eslab, yana jahli chiqdi. Mana Ikrom aka haligacha uni qo'lini ham ushlagani yo'q. Oqshom kirishi bilan qo'rqak kiyikdek deraza yoniga borib oladigan Saidaga mana 2 kundirki xobgohlariga kirgan Ikrom jilmayib xayrli tun va shirin tushlar tilaydi. Shu bo'yi o'tirganlaricha yotib bir ozdan so'ng bir maromda nafas olib uyquga ketadi. Saida esa bir muddat deraza yonida turadi. Keyin xonadoshining uxlaganiga amin bo'lgach, oyoq uchida aylanib o'tib, Ikromning chehrasiga sezdirmay ko'z tashlaydi. Siyraklashgan sochlariga, jilvirlangandek yaltirab turgan tirnoqlariga, qirg'iy burniga, jilmagancha bir chetiga sal ko'tarilib turadigan lablariga tikiladi. Mana 2 kundirki shu xonada uning nafas olishini eshitib yotibdi.
U uxlagach turib uni kuzatish Saida uchun odatga aylanib boryapti. Kun bo'yi har xil gumonlarda yurdi. Xayoliga kelgan ahmoqona fikrlar ba'zida haqiqatdek tuyula boshlaydi. Chunki bu odamni u mutlaqo tanimaydi. Nega yaqinlashmayapti? Yoki birovga yanada qimmatroqqa sotib yuborarmikin? Dubayga qizlarni sotib yuborishadi-ku. Xuddi shunday qilib bu odam ham meni sotib yuborsa-ya? Keyin ko'z oldiga onasiga o'zi uchun mahrga deb berilgan pullar, bir tekis taxlangan dollarlar, ustiga yaraqlab turgan 2 bo'lak tilla ko'rinib ketadi. Yo'q, bo'lishi mumkinmas. Bundan ortig'iga kim ham sotardi? 3-kun oqshom cho'kishi bilan Saida yana odatiga ko'ra o'z xonasida ishlab o'tirgan Ikromni kuzata boshladi. Ikrom uzoq kim bilandir telefonda suhbatlashdi. Keyin esa jimib qoldi. Suhbat tugaganiga ishonch hosil qilgan Saida uning xonasiga sekin bosh suqdi. Ikrom uni ko'rishi bilan o'rnidan turdi. Noqulay ahvolga tushgan Saida xonaga qiziqqan bo'lib ko'z tashlab oldi. Keng va yorug', xona tuzilish jihatdan xuddi bir davlat idorasining boshlig'i o'tiradigan xonaga o'xshab ketardi. Uxlamadingizmi? Odatiy tabassumi bilan qizga tikildi Ikrom. Saida yo'q deganday bosh chayqadi. O'ylanib turib, dabdurustdan o'zini 3 kundan beri qiynab kelgan savolga qanday aytib yuborganini o'zi ham sezmay qoldi. Maqsadingizni tushunolmayapman. O'ylandingiz, endi esa xuddi begonalardekmiz. Ikromning bu gapdan labiga tabassum yugurdi. Sekingina bir chetga qarab oldi. Keyin yuziga biroz jiddiy tus berib Saidaga yuzlandi. Demak, to'g'ri taxmin qilibman. Nimani? Saida hayron bo'lib kipriklarini pirpiratib Ikromga yana savol nazari bilan qaradi. Sizning majburlashlardan bezor bo'lganingizni, hech kim qaror qabul qilishda o'zingizga qo'yib bermaganini, tushunishni istashmaganini, o'z vaqtida o'zingiz ham to'g'ri tushuntira olmaganingizni. Man shunday taxmin qilgandim. Men ham bu majburiyatlar yuzasidan turmushga chiqdingiz, shundaymi? Bularni siz qayerdan bilasiz? Bilish qiyin emas. Biz savdogarlar odamlarni tez tushunadigan bo'lamiz. Oddiy odamlar umrida bir marta xaridor kutadi. U ham bo'lsa joniga keladiganini. Biz esa minglab xaridorni umrimiz davomida u yoqdan bu yoqqa o'tkazamiz. Maqsadini so'ramasdan ham bilishimiz kerak. Saida ko'zlarini katta-katta ochib Ikromga hayrat bilan tikilib qoldi. Siz savdogarmisiz? Hali meni sotib yuborasizmi? Ikrom biroz tushunmagandek qarab turdi. Keyin qah-qah otib urgancha kulib yubordi. Tavba, bu qanaqa qiz o'zi? Xuddi osmondan tushganga o'xshaydi-ya.